Bugun 10 noyabr 2025 yilda Milliy TV kanalida soat 19:05 da yangi o'zbek seriali Kuyovi yo'q chimildiq. 5 kunlik dunyoning birinchi qismi efirga uzatiladi. Ushbu hikoya tomoshabinlarni birinchi daqiqalardan o'ziga rom etadi. Ularni his-tuyg'ular, kutilmagan burilishlar va yorqin xarakterlar olamiga olib kiradi. Birinchi sahnalardan seziladi, serial mualliflari syujetni iloji boricha jonli va qiziqarli qilishga harakat qilishgan. Qahramonlar o'z xarizmasi bilan ajralib turadi, syujet chizigi esa har bir keyingi qismni intiqlik bilan kutishga majbur qiladi. Ayniqsa, hazil va dramatik lahzalarni uyg'un tarzda birlashtirish tomoshani yoqimli va mazmunli qiladi. Serialning atmosferasini alohida ta'kidlash lozim. Dekoratsiyalar, kostyumlar va musiqa qahramonlar olamiga to'liq sho'ngish effektini yaratadi. Hatto qisqa muddat ichida birinchi qism butun mavsumga ohang bagishlaydi va tomoshabin qahramonlarga osongina bog'lanadi. Kuyovi yo'q chimildiq. 5 kunlik dunyo bu yangi va qiziqarli loyiha bo'lib, uni kechki tomosha dasturiga kiritish shubhasiz arziydi.